To'xtang. Bilasizmi? Grafik dizayn o'rganib, eng kamida 3 milliondan 6 million so'mgacha pul topsa bo'lar ekan. Bu uchun hech qanday yoshingizni yoki biror bir universitet diplomlarini keragi yo'q ekan. Bu sizga qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Grafik dizayn bu shunday kasbki, bunda siz turli dasturlardan foydalangan holatda juda ham chiroyli dizaynlar yasashingiz mumkin. Logotip, post, banner, vizitka va shunga o'xshash narsalar yasash orqali yaxshigina daromad qilasiz. Agar siz ham bu kasbga qiziqsangiz, bizning Alfredans o'quv markazida aynan siz uchun grafik dizayn kurslariga start berdik. Darslarimiz 4 oy davom etadi, haftasiga 3 kundan o'qitiladi. Agar bizning kurslarni muvaffaqiyatli bitirsangiz, sizni sertifikat bilan taqdirlaymiz va yaxshi ishga joylashishingizga yordam beramiz. Ro'yxatdan o'tish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling va bu videoni dizayn sohasiga qiziqadigan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.